Istanbuldagi eng top davlat universitetlarini eshigini tepib kirmoqchimisizlar? Unda bu video aynan sizlar uchun. Eslatib o'taman, Turkiyadagi davlat universitetlariga hech qanaqa sertifikatlarsiz va imtihonlarsiz kirsa bo'ladi. Turkiyada 120 tadan ko'p davlat universitetlari bor. Shulardan 10% va eng toplari aynan Istanbulda joylashgan. YOS sistemasi. YOS bu 52 ta davlatda 6 ta tilda bo'lib o'tadigan rasmiy imtihon hisoblanadi. Matematika, geometriya, turk tili grammatikasidan bo'lib o'tadigan bu imtihon 80 ta savoldan iborat bo'ladi. Bu imtihon Turkiyaning barcha davlat universitetlarida va O'zbekistonda bo'lib o'tadi. O'zbekistonda olingan YOS sertifikati Turkiyada, Turkiyada olingan YOS sertifikati esa O'zbekistonda o'tadi. Istanbuldagi eng top davlat universitetlariga kirmoqchi bo'lgan talaba YOS imtihonidan yuqori ball olish kerak bo'ladi. Misol uchun, Istanbul Texnik universiteti chet ellik talabalardan 400 balli YOS sertifikati so'raydi. YOS haqida to'liq ma'lumot, hujjat topshirish ketma-ketligi va topshirish sanalari sizlarga qiziq bo'lsa, YouTube kanalimga darslik joylaganman. Kommentariyaga YOS deb yozib qoldiring va men sizga kerakli ma'lumotlarni jo'nataman.